Beruniyimizda birinchi qor ham yog'ib turibdi. Hammani birinchi qor bilan tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim. Hammangizga xush kayfiyat tilab, bugun Roza Gold oltin do'konida zo'r syomka bo'ladi. Birja ko'tarildi obunachilar, oltin narxlari oshdi, lekin Roza Goldda skidkada bo'lgan oltinlar bilan tanishtiramiz. Hamda bugun zo'r yangilik Roza Golddan bo'ladi. Videoni diqqat bilan ko'ring, yaqin tanishlarga, gruppalarga bu videoni jo'natib tashlang. Maksimalni jo'nating, chunki zo'r narsalar bo'ladi. Videoni o'tirmay ko'ring. Xudo xolasa guvohi bo'lasizlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Tris poliklinikani ro'parasida joylashgan Roza Gold oltin do'konida naqd pul muddatli to'lovga savdo qilishingiz mumkin. Ham 12 viloyatga dostavkalarimiz bor. To'ychilar, e'tibor bering, keling, sizlar uchun zo'r imkoniyat bo'ladi. Xudo xolasa kiramiz ichkariga. Sirt sovuq bo'lsa-da do'kon issig'an og'ong. Assalomu alaykum, Matluba. Yaxshimisiz? Yaxshi yursizmi? Qarmang ishlar bilan charchamasdan. Bu issig'an do'kon nima bilan isitib qo'yibsiz? Mehr bilan isitib qo'yibsiz. Mehr bilan. Haqiqatan mehr bilan isitilgan do'kon. Haqiqatan obunachilar, xudo xolasa diqqat bilan videoni o'tirmay ko'ringlar. Sizlar uchun va'da etilgan zo'r yangiliklar qilib beramiz. Matluba, toza oltinlar kelib turibmi? Ha, toza oltin, yangiliklar juda ko'p. 2026 qadam yangiliklarimiz bor, yo'q emas. Yangi yildan keldi, yangi yildan keyin keldi bular, Yangi yildan keyin keldi, yangilar. Mana 750 Baku brilliantlarning har xil modellari keldi. Baku brilliantlarimizda aksiyalarga beryapmiz chegirmalarda. Arzonman, axir arzonlashdimi? Birja qanday bo'ldi? Lom qanday? Bugun 21-yanvar sanasına ko'ra. 21-yanvar sanasiga ko'ra lomlarimiz bizlarda 900 ming so'mdan 1 milliongacha ham bo'lib turibdi. Kecha 950 gacha edi. Bugun esa 950 mingdan 1 milliongacha ham olib turibmiz. Agar narsalari izdeliyasi yaxshi bo'latan bo'lsa 1 milliondan ham ziyoddan ham olamiz. 1 milliondan ham ziyoddan olasiz. Ha. Bular addini qo'yibsiz. Bular sotilgan narsalarmi ya bular? Bular sotilmaydi. Bular sotilmaydi. Podarkaga beriladi. Podarkaga oltin ham bor ichida. Oltin ham beriladi podarkaga. Mutqami? Mutqa beriladi. Mutqa oltin berib bo'laman. Hozir bunday bizlar Roza Gold beradi shu mutqadan oltin. Obunachilar yaqinlashtiring. 2 dona klon, 2 dona oltin yuzuk, 3 dona kumush komplekt, 3 dona uzuk. Bu besplatniy, bizlarda videoni ko'rib turganlar uchun beriladi ekan. Shartini ayting, Matluba. Sharti kimda kim qanday oltin oluvdan qat'iy nazar, kimda kim oltin oladigan bo'lsa, detskiy olaman, yuzuk olaman, sepichka olaman, xohlagan turdagi oltinni oladigan bo'lsa, otini, telefon nomerlarini yozib olib qolamanda, ana shuni to'ldiramiz. Idishga solaveraasiz. Idishga solaveraman. Ha. Bu endi ertang 22-yanvardan 22-fevralgacha davom etadi. Endi siz yordam berasiz uning uchun menga. YouTube kanalingiz orqalimi, Instagram kanalingiz orqalimi prям efir etasizda g'oliblarni aniqlab berasiz. Buning uchun mana 2 dona oltin klon, 2 dona yuzuk, 3 dona kumush komplekti, 3 dona alohida kumush yuzukni qo'ydik. Bu oddiy, o'zlari masalan bizlar magazinimizdan kelib oltin oladilar. Mijozlarimiz shu mutqash podarkalarga ega bo'ladi. Men tushundim. Kelib turib, xalagan turdagi oltin oladi. Detskiy sirg'a bir dona uzukdan to 750 probagacha bo'lgan oltinni oldi. O'z qo'llari bilan ot familiyasini yozdi, nomerini yozib, o'rab, qilaylab tashab ketadi ichini. Bir oy davomida bo'lgan savdoning ichidan 10 odamga podarka beramiz. Misoldan u savdo 100 odam bo'lama, 200 odam bo'lama, necha odam bo'lsam 10 odamga sovg'a beriladi. 10 odamga bu omadli ishtirokchi bo'ladi. Omadli ishtirokchi bo'ladi. Oho, zo'r narsa bu. Beruniyda hech bir oltin do'kon ishlamadi. Shuning uchun yangilik etik deb o'zimdan chiqqan ideyani mana mijozlarimni yaxshi ko'rgan holatda ulardan bir qo'shimcha podarka oltinli eting, kumushli eting, yuzukli eting deb o'zim sizga taklif etib kirgizyapman Shayrab. Rahmat Matluba, ishlaringizda omad tilayman, barakasini bersin. Qilib turgan shu xayr ihsonlaringizni Allohim million barobar o'rnini chiroyli etib to'ldirsin. Baxtlaringiz to'kis bo'lsin. Allohim ishlaringizda omad tilayman. Bundan bir xayr ihsonning chiroyli ko'rinishi ko'ngildan chiqarib Roza Gold nomidan oltin, kumushlar berilyapti. Sharti kelib oltin olasiz, shuncha baribir ham kelib olasiz. Lekin shu kelganingiz uchun yozib olib qolib 1 oy davomida. Bu davomiymi yo faqat 1 oymi?
Endi davomiy etamiz xudo Xudo xolasa Xudo xolasa davomiy bo'ladi. Endi birinchisi bu, birinchisini ko'rik, xudo ko'rik xolasa, qani, emotsiyalarini, Ha. klientlarning xursandchiligini bir ko'rik. Yana bir narsaga mijozlardan. quvonib turibman, 22-fevral bo'lsa, Ramazonning ilk kunlarida, ha? ilk kunlarida Ro'zagul xursand etadi mijozlarini. Aha. Xudo xolasa obunachilar shartini tushundinglar. Bu oltin kumushlarni olishdan bemalol kelaverasizlar. 22-yanvardan 22-fevralgacha kelgan vaqtdan o'zlaringiz ot familiyamni yozing, men ham o'yinda ishtirokchi bo'ling deb bemalol o'zlaringiz yozib ketsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa qizlarimiz o'zlari shu yerda yozib oladi. Ana endi diqqat bilan kuzatinglar, oltin narxlari bilan ham iloji boricha sizlarga arzonlagan skidka komplektlar qo'yib beramiz. Matluba nima aytib beramiz obunachilarga? Oltin narxini ayting, bugungi kunga birja qanday bo'ldi? Ya'ni bugungi sanaga ko'ra. Bugungi sanaga ko'ra oltin narxlari 1.100.000 so'mdan 1.300.000 gacha belgilandi. Bizlar sotishimiz. Endi baribir bizlarda aksiya hamma vaqt bo'ladi. Bizlarda aksiyada qo'ygan narsalarimiz bor. Hozir mana birja 1.200.000, 1.150 kamida sotib turibdi hamma yer. Bizlar bo'lsa bularda sizda emas u, hamma O'zbekiston bo'ylab. Uni bizlar belgilamaymiz, Shayra opa. Uni birja belgilaydi. Mana shu yerda ko'rib turgan komplektlarimizni gramlarini 1.100.000 dan qo'yib beramiz. Komplektda keladi 1.300.000 so'm asli. Asli sotilgan. 300 gacha, ha? 300 gacha sotilgan. Bular ham rossiyskiy tillalari zo'r. Oltinlarni umuman gap bo'lishi mumkin emas. 1.100.000 so'mdan qo'yib beramiz. Chiqqan gramini olaveradi. Ha, taraziga tashiyman. Qani, obunachilar yaqinlashtirib bir tushiring. Kimga yoqsa, videoni to'xtatib, skrinshot etib belgilab keling, kelib gramlarni o'lchatib olishingiz mumkin. Lomning narxi hozirda masalan 1 milliondan ham ziyod bo'lib turibdi. Ozgina qo'shsalar, mana toza narsani ham xarid etadilar. Anakay, salgina farq etadi ekan. Hammasi ana shu uzuklari dim chiroyli ekan, men dim yoqdi, qarang. Komplekt. Dim chiroyli narsa ekan. Ilmiydi quru so'm oltin. Mana bu yerda ham alohida ozgina. Ular ham man. Ular ham. Ha, qarang, ikki dish ekan. Ikki dishda bor. Alohida sirg'alarimiz ham bor bu yerda. Alohida sirg'a so'raganlar uchun sirg'ali komplektlar ham bor. Bularda ham shu 1.100.000 so'mdan qo'yib beramiz. Bularning chiroyli ekan. Oq oltin bu arasida. Oq oltin, usti oq oltin bular. Bundaylar ham bor ekan. Uzuklar ham ulg'ana bo'lib turadi, chiroyli. Masalan, taqmasa ham mulk sifatida olib qo'ysa, oltinning qiymati hech qachon o'lmaydi, ko'tarilsa ko'tarilar, o'lmaydi. Ertaga masalan joy olaman, mashina olaman desalar, etkisalar ham shu vaqtda o'zlarimiz qimmat narxlarda sotib olamiz. O'zi kelib turib lom topshirib turganlar ko'bisi shu joy uchun, mashina uchun topshirib turibdi. O'zlaringizda og'amiz 500.000 dan og'amiz deb bugun birov kelib 1 milliondan oltinni topshirib ketdi. Joy olatirman. Sizlar qo'llaringiz xayrli ekan, meni oltinlaringiz jip deb ko'zimning oldida topshirdi. 500.000 dan olgan oltinni 1 milliondan topshirdi. Birga bir pul ishlaydi. Birga bir pul ishlaydi. Masalan, menda oltin ko'p taqmayman desalar ham, olib qo'ysalar ham ertaga baribir sotganimda joy olsa, mashinasi oldindan chiqadigan narsalar. Hozir arzon vaqt topib qolsalar. Bir o'tgan yili shu vaqtlar olgan ekan 500.000 so'mdan. Hozir shu vaqtga 1 milliondan topshirdi. Agar uyda shu 50 million bo'lib turaverar edi. Hozir kelib 50 millionda 100 million etib ketdi shu odam. Shuning uchun mana hammaga tavsiya etaman, shu oltinlarimiz arzon vaqtda olib qo'ysalar, pul ushab turmaydi ekan, oltin qo'ysalar, mana hamma ustidan minib turadi. Tag'arlar ham ertaga masalan sotsalar ham zo'r narxlarda sotib biladi. Bo'ldi, bularni 1.100.000 dan qo'ydi. 1.100.000 dan. Bular toza kelgan, ya'ni to'ychilar uchun. To'ychilarga nu deb aytalasiz. Bular xojon-ajonlarimiz uchun, bular to'ychilar uchun zo'r variantlar. Bular ham kelishilgan arzon narxlarda beriladi. Ajoyib narsa bular ham mana. Obunachilar 1.300.000 degan bilan tarazida chiqqan pulidan bemalol tortishib olasizlar, qaytib beriladi. 1.200.000 dan berib turibmiz hozir. Bugungi narxda yana narxlar oshsa yoki tushsa bular ham tushadi, ko'tarilsa ko'tariladi bularning ham narxlari. Tushsa agar yo oshsa yana video obzor bo'ladi obunachilar. Mana bu yerda eng so'nggi model dorikalarimiz ham har xil variantlari bor. Oho, bunalar dim chiroyli Matluba. So'm oltin. Zo'r, ajoyib. Dim chiroyli dorikalar. Zo'r narsa bular ham, ajoyib narsa. Bular ham kelinlarga, o'zlarini olsalar ham masalan bo'ladi. Qo'shaloq to'y etaman deganlarga ham qo'shaloqdan komplektlar topamiz. Endi oldimiz ro'za-ku. Ro'za vaqtida to'y bo'lmaydi, ondan burun olib qo'ysalar ham zo'r variant chiqadi. Qarang, olib qo'ydi buni. Kelin xalamay qoldi, boshqacha olajayim desa qanday bo'ladi? Kelin agar mabodo xalamay qolsa, bemalol o'zlarimizga olib keladi. Shu bergan narximizda olib, xalaganini almashtirib beraveramiz. Buni olsa, xalamay qolsa, buni olaman desa, almashtirib beraverasiz. Raznitsasi puli ko'p bo'lsa, ustuna beradi sizga. Agar ulak oz bo'lsa, siz qaytib berasiz. Muammo yo'q undan.
Muammo yo'qmi? Yani obunachilar, bular nechadan bo'ldi baholadik shunda? Bular hozirgi bugungi kunda 1 million 200 1 million 180 bo'lib turibdi. Agar narxlar oshadi, tushadi. Obunachilar ko'p Instagramda post joylab turibmiz, istoriya qo'yib turibmiz, narxi bilan ayting desizlar, bizlardan xafa bo'lmanglar, narxi bilan ayta olmaymiz, chunki oqshomgina 950 dan lomab turdik. Bugun 1 million bo'ldi. Oshdi birja. Toza oltinlar ham shunday bo'ladi. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Keling, kimga yoqsa ustunda gaplashing, baribir qaytib beriladi u. Aytilgan bahodan bo'lmaydi. Shuning uchun puli bilan ayting degan savollarni yozmanglar. Puli bilan qo'ldan kelgancha aytib turibmiz. Agar birja oshsa, yana oshdi deb video chiqarib beraman, tushsa tushdi yangilik deb video chiqarib beraman. Shu kungi nusini adminlarimiz o'zlarimiz Roza Gold adminlarına murojaat etsa, baholarni ham shu kuni o'zini aytib turamiz. Shu kungini aytib turamiz. Telefon nomerlar turibdi ekranda obunachilar. Agar savollaringiz tug'ilsa, ya bu videoni 5 kundan keyin ko'rib turibsiz, ya 10 kundan keyin ko'rib turibsiz, sizga izlab yurgan kerakli oltin bor ekan, telefon nomerlarga uring, shu kungi birjani baholab aytib beradi. Balki tushgandir, balki oshgandir bilmaymiz. Xo'p, bular shunda 1 million 180 gacha qaytib berasiz. Qaytib beraman. 750 probalar qanday? Barter etib berasiz. To'g'rimi? Az ko'p odam 585 tag'ib, 83 tag'ib bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol kelsa, barter usulidan almashtirib beraveramiz. Xohlaganini mana bir ko'p 750 dan ham kelishtirib arzon narxlarda beraman. Hem xursand etib beramiz. 750 Baku brilliantlarni xarid etsizlar, 585larni xarid etsizlar. Hammasi zavod narsalar. Zargar ishi yo'q. Mana ajoyib narsalarimiz ko'p. Hali ozroq pastdan toza yangiliklarimiz kelib turibdi. Ulardan ko'rsatishga harakat etib boramiz video davomida. Bir ko'p. Musofirdan kuzatuvchilar bo'lsa, bemalol kelib olsanglar ham bo'ladi. Hozir oldingizda musofirdan turib bir kuzatuvchimiz qizlarni Van Cleef komplekt oldi. Sirg'a, uzuk, braslet, ham sipuchkasini oldi. Ishonchlaringiz uchun shu obunachim hamma vaqt kuzatuvchim ekan, baribir ko'rib turibdi meni. Tanlovingiz uchun sizga rahmat deb qo'yaman. Boshingiz omon bo'lsin, yurtimizga sog' omon kelib, yana ko'plab oltinlar, joylar, mashinalar olish sizga nasib etsin. Moskvada turib, Toshkentda tursin, nerda tursa ham dastlab xizmatlarimiz ham bor Shayrafa. Bemalol murojaat etaversinlar. Javob berishga harakat etamiz. Endi odam ko'payib ketsa, endi uzr ham so'raymiz. Ko'pchilik aytadi, yozmaysizlar. Odam ko'payib ketsa, javob bera olmay qolsak, obunachilarimizdan ham uzr so'rab o'tib ketaman. Mana ozgina vaqtdan keyin albatta javob berishga harakat etamiz odamimiz azaygandan keyin. Keyin yana bir rahmat aytib yozdim, 1 so'm pul oltin oluvdi iloji bormi? Shuni yo'q deb o'ylayman ekan, bor ekan. Bor, bir pasport evaziga. Bir pasport evaziga shu yerga kelsalar, o'zlarimizning magazinimizda bolalar biriktirilgan, bolalar chiqarib, masalan, quvontirib yuboramiz. Pensiya olsin, пособие olsin, plastik oboroti bo'lsa, hammasini amallab shu quvontirib 100 milliongacha bera olamiz dedi Rozapam. 100 milliongacha. 1 so'm pulsiz ham oltin olib ketasiz. To'lov 1 oydan keyin 45 kundan keyin boshlanib ketaveradi. Xo'sh, yana nimalar ko'rsatamiz? Sipuchka, brasletlar ko'rsatik obunachilarga. Ko'rsatamiz. Toza kelganlari qaysilar? Sipuchka brasletlarimiz ham bor. Bu qanday model bu? Bu 750 bu. 750 Van Cleef'ning 750 varianti. Mana obunachilar ko'ring. 750 ko'p hozir taqvotir odamlar 585 tag'ib bo'lganlar, bu 750 varianti, bu 585 varianti. 585 varianti. 585 varianti. Ulardan kelib grammlari bilan pullarni hisoblatishingiz mumkin. Undan keyin ko'pgina opalarimiz, shaxsan o'zim ham bu narsani shunday mazza qilib taqqanman. Dum yarashadi odamga. Har turli ko'ylaklar bilan tushaveradi bu. Qarang, arishka deb aytiladi. Dum zo'r narsa. Sipuchkasi komplekt bu. Uzugi mana. Brasleti. Komplektlarimiz ham bor. Buni necha gram sipuchkasi? Sipuchkasi 20 gram. 20 gramligi bu. Buni boshqa gramlar ham to'g'rimi? Topib beramiz uni. Mana obunachilar shundaylar ham bor. Keyin harfli sipuchka so'raganlarga nijniy qizlar uchun bor bular ham D, A, S va boshqa harflarda ishlab beramiz zakazga. Brasletlarning mana modellarimiz ham bor. Brasletlardan ko'p. Qizlar uchun ham, ayollar uchun ham tovladi. Italyanskiy variantlarimizdan ham bor mana. Ular shu hamma vaqt xalqimiz sevib oluvchi kardinal, keyin kobra, yana bir narsa,
Shum har xalq xil yaxshi mana oladi. buni. Bular Bular ham zo'r. bular qanday? 585 mi? 585 probada. Bular ham chiroyli, har xil modeli bor. Hozir ikomonasini ko'rsatib turdim. Har xil model to'ladi bular. Bu italyanskiy degani, ya'ni sariq, ha? Sariq ular. Sariq oltin hozir moda italyanskiy variantdagi brasletlarimiz bo'ladi. Bum chiroyli brasletlar ekan. Bulardan ham kelib grammlari bilan bemalol narxlarini savdolashib, tortishib olsangiz bo'ladi. Hech qachon modadan kelishib arzayib beramiz barisini. Zimekalarimiz bor. Уже necha grammdan boshlaydi? Menda bir kichik grammlar bor ekan. Bizlar brasletlar 1,5 grammdan boshlaydi. 1,5 dan, ha? 1,5 grammdan bizlarda 30 grammgacha to'sa bo'ladi. Mana obunachilar. Keyin mana hozirgi moda komplekt etib sirg'asi, uzugi, sepuchka, brasleti, klonlari bilan olsangiz bo'ladi. Dorika deysizmi? Bunday mana sepuchkalari bilan parlab beraman. Mana qarang, shayrapa zo'r. Mana buni sizni tag'ib berganingizni ko'rib, bir mijozimiz ko'zi qizib kelib olib berib ketdi ayolni. Ayolni, bor edimmi? Siz ham bor edingiz. Luchin Gulshani taqqandan olmadim deb. Молодец. Buning ham har xil variantlari bor. Katta kichik grammlari. Katta kichik grammlari bor. Mana brasletlari. Chanellarimiz ham har xil ulug' kichik grammlari, brasletlari bilan birgalikda to'salar bo'ladi. Bu Chanelmang. Chanel bular. Buni klonlari nima? Dim chiroyli narsa. Bu ham moda ekan, ancha hozir ko'p do'konga kelgan odam bundan olib turibdi. Obunachilar hozir moda. Hajonajonlarimiz uchun ham dim ajoyib variantlarimiz bor mana. Bu tag'ormayman, yoshi o'rta yoshdagi qizlar ham tag'oradi, hajonalar ham tag'adi, bo'ylar ham uzun, dim chiroyli. Uzun bo'lgani uchun hajonalar chiroyli turadi. So'ng mana variantlarimiz ham ajoyib mana. Qizlar, to'y bo'lajak kelinlar uchun ham zo'r. Buning ham har xil varianti bor. Ko'pchilik keladi, shayrapa, sizda palan, sizda tugan bulardi. Grammlari har xil bo'lgani uchun baholar ham har xil bo'ladi. Обязательно grammni taraziga qarash kerak. Zamoklar ham yaxshi. Har xil, ko'rdingizmi mana? Bir xil narsada har xil variantlar bor. Van Cleef'larimizda ham shu. Gurmetlarimizdagida ham shunday, Chanel'larimiz ham shunday. Bularımizda ham bor. Ulug'lar, kichiklar, grammlari har xil. Obunachilar hamma variantdagi sepuchka, brasletlar topsa Oho, odam pora bilan. Bular pora bilan. Dim chiroyli mana. O'tganda kim istoriyada ko'rdim, birov olibdi ham bundan. O'zlarimizni doimiy mijozimiz oldi. Pora bilan dim ajoyib. Niyat etib musofirdan kuzatuvchilar bo'lsa, ota-onama, yaqin ayolima, opa-singlima, podarkaga singlimni to'ynab beraman deganlar bo'lsa, bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Agar pulingiz bo'lmasa, muddatli to'lovga ham chiqarib beramiz. Nechun deganda u tug'ilgan kun to'y kutib turmaydi. Ko'p odam shuni xavotir oladi, pulim yo'q deb o'ylanib o'tirmang. Lekin siz musofirda bo'lsangiz, sizning atingizga muddatli to'lov chiqarib bo'lmaydi. Bu yoqdan bir ishonchli odamingizni yuborsangiz, shuni nomidan chiqarib berib, pulni har oyda o'zingiz to'lasangiz bo'ladi, kelishim bilan. Shunday bo'ladi obunachilar. Xo'p, endi bir detskilardan ko'rsatsak. Matluba detski uzuklar, sirg'alar, kichkina razmerdagi uzuklarni so'raganlar. Bu ko'rsatamiz. Detski sirg'a olajaq bo'lganlar, aqtiq to'ylar uchun, tug'ilgan kunlar uchun. Voy, ana buni egasi keldi o'xshaydi. Matluba bir xatar tushuntirib o'ting. Ular necha yoshdan necha yoshgacha nerdiki bu? Bular hammasi zavod rossiyskiy, oltinlar yaxshi. Detskilarimiz 1 yoshdan olaveradi. 1 yoshdan boshlanadi detskiga. 1 yoshdan tap kattayganchadan sirg'alarimiz ko'p. Qalasa mana bu yerda brilliant variantlarimiz ham bor. Mana italyanskiy brilliantlarimiz ham mana jajja qizlarimiz uchun ham ajoyib. Van Cleef'ning detskiy varianti ham bor. Voy, ne bilan mazza bu. Mana har xili bor buning ham. Bulardan kelishgan arzon narxlarda beramiz. Detskiylarimizga ham bizlar aksiya qo'ydik. Mana bu yerda ko'rib turganlari mana hammasi keladi, bemalol taraziga tashab qolgan turni rossiyskiy qadimgi 583 probalarimizni 1,100,000 so'mdan grammini beramiz. Bu qashli varianti qadimgi Rossiya чистый oltini ishonchli, original. Teshkiridan beraveramiz, apparatlarimiz bor 100%. Bu yerda ham bor mana variantlari. Angliskiy zamogi, bu esa prostoy zamog hisoblanadi. Bulardan 1,100,000 so'mdan grammini beramiz. Grammi 1,100,000 so'mdan. Yaxshilab pastdagilar olvaring, chunki bu qizil qashli narsa hech qachon modadan qolmaydi. Hamma vaqt kirib kelgan odam do'konga qashli so'raydi. Jajja qizlar uchun qashli va chiroyli turadi shayrapa.
Ajoyib. Bularni 1.100.000 dan 2 podstavkani qo'ydik. Qo'ydik ava. Bundan boshqa yana bir ozroq variantlarimiz ham bor. Hali vibr ko'p, просто hozir endi qisqacha bo'lgandan keyin Qisqacha videomiz yetdik ava. qisqacharoq ko'rib o'taversizlar. Bemalol magazinga tashrif yurib, xalagan turindagilar tavsiyalar bo'ladi, ko'nglimdagidek deydi. Endi bir yuzuklarni ko'rsatsak, hozir взрослый yuzuklar, ya'ni maktab yoshidagi 7-sinfdan 11-sinf turmushga chiqmasdan burun qizlarimiz bir chiroyli yuzuklar tag'ib beradi-ku. Hozir mana eng so'nggi modellari bular. İtalyanskiy variantda Sariq oltinmi? Sariq oltinlarimiz. Nima chiroyli narsalar bor. Alohida ham yuzuklari ko'p Van Cleef'larimizdan ham. Bu ham chiroyli ekan. Endi bumi? Christian Dior ham chiroyli. CD mang? CD. Keyin buni nima deb aytiladi? Bu Meksika. Meksika, qarang, nima chiroyli yuzuklar bor. Ular razmerlari kichik razmer bo'ladimi? Ava, kichik razmeri bor, ulug' razmerlarni ham topib beramiz. Bemalol kelaversizlar, magazinda ko'rib, tag'ib, ko'rib olaveradi. Uchun endi qizlar ya 16,5 degan razmerlar izlab 15,5 gacha razmer topib beramiz. 15,5 dan 24 gacha razmer bor, ha? Yaxshi topib beramiz. Yaqinroq tushirib bering. Qaysi yaxshi sizlarga qizlar keling. Ustunda gaplashib, grammlarni o'lchab, tortishib, qaytib olasizlar. Buni qarang. Yuragi bor ekan. Dim chiroyli ekan. Boshqacha variantlar ham bor, endi hozir qisqacha ko'rsatib beratirmiz. Hammasini ko'p yuzuklarimiz ham. Bu yerda ham mana podarka zo'r yuzuklarimiz bor. Opalar uchun ham, ayollar uchun masalan, qizlar uchun ham topiladi. Zo'r variantlari ko'p. Bular ham rossiyskiy. Chiroyli ekan. Вечерний to'ylarga taqsangiz ulug'lanib turadi. Ham mulk. Bu qoshsiz ekan. Ana yaqinlashtirib tushuning. Obunachilar qaysi yoqsa screenshot etib bemalol kelasizlar, ya ekrandagi nomerlarga yozsanglar, uzoqdan kuzatuvchilar bo'lsa, dastavkalarimiz ham bor. Meni Samarqand, Buxoro, Toshkentdan kuzatuvchi obunachilarim bor. Dastavka bemalol murojaat etaversizlar. Dastavka xizmatlarimiz shu o'zlari tanlagan oltinda chiqarib yuboramiz dastavka. Qo'lina borgandan keyin pullarni to'layveradi. Shunday bo'ladi. Barib, qo'lini olgandan keyin, ko'rgandan keyin pulini bemalol to'lab olaveradilar. 100% ishonchli. Ishonchli oltin tekshiruvdan o'tgan hammasi. Buni ham ochib ko'rsatamizmi? Yo'q, buni ochmaymiz. Uchun toza kelgan oltin bor ichida sirli bu. Bu sirli, buni egasi bor, yo'q, egasi bor. Hozir keldi buni o'zim ham ko'rganim yo'q. Buning ichida toza kelgan oltin bor ekan. Buni do'konga kelgan odamga ochib ko'rsatasizmi axir? Yo'q, ochmaymiz. Buni o'z egasi bor, yana bir nomimiz bor. Toza narsamiz kelib turibdi, uni ham ko'rsatamiz endi. Indagi videolarda qiziqqanlar bo'lsa mayli, egasi kelguncha ko'rsatib turavering. Obunachilar hech kimda yo'q, dim boshqacha oltin kelgan. Buni ochiq desam ochtirmadi, qizig'i qolmaydi deb egasi ham aytgan, mendan burun hech kim ko'rmasin deb. Xudo xolasa do'konga kelsangiz, agar zakaz bo'lsa, ochib ko'rsatish ham mumkin. Xo'p, mayli, egasini fikrini biz hurmat etamiz, ochmay qo'yavering. Mijozlarimiz fikrlari bizlar uchun muhim. Xullas, to'ychilarga podarkalarimiz bor. To'ychilarga bemalol magazinga tashrif buyursinlar, ko'rsinlar, ko'nglimdagidan-da ziyod etib, kelishilgan arzon narxlarda oltinlarimizni beramiz, qo'shimchasina podarkalarimiz ham bor. 10 milliondan o'tgan har bir mijozimizga bizlarda barabar aksiyasi hali davom etib turibdi, davomiy. Barabar aksiyasi ham 10 milliondan o'tgan har bir mijozimiz barabar aksiyasida qatnashib, shundan chiqqan sovg'alarga ega bo'ladi. Keyin Instagram kanalimizga o'tib obuna bo'lganlarga bayramlarda Xudo xolasa shuni podarkini mana ro'za oyindadan podarka tarqatamiz. Bizga obuna bo'lib qo'ysinlar, obuna bo'lmaganlar ham. Tarqatamiz ro'za oyindadan podarkalar, albatta обязательно obunachilarimiz uchun Roza Gold tarqatadi podarkalarni. Ya'ni Instagramga kirib Roza Gold 888 deb qidiruvga bersangiz darrov chiqadi, logolarimizdan tanib olasiz. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Har kunlik skidkaga tushgan oltinlarni istoriyalarimizda yaritib boramiz. YouTube uchun har kun qo'yib bo'lmaydi. Lekin shunda ham ko'tarildi, narxlar tushdi, yangilik skidka deb qo'yib turibmiz. Instagram o'ta darajada qulay siz uchun. O'ting, obuna bo'ling, har kungi savdolarda necha so'mdan oltinlar sotilyapti, necha so'm bo'ldi, Instagramda to'liq yaritib boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa, oldimizdan chiqib qolsangiz, podarkalar ham berish mumkin. Video syomkamiz Roza Gold oltin do'konida bo'ldi. Xudo xolasa 1 oy davomida kelib oltin olganlar, ad familiyalaringiz, telefon nomerlaringizni yozib ketishni unutmanglar. 10 dana o'rin qo'ydik. 4 oltin, 6 kumush qo'ydik.
baxtli ishtirokchiga aylanib, siz yutuq egasi bo'lishingiz mumkin. Bu montajsiz video, pryamoy efirda o'zim aniqlab beraman. Xudo xolasa, keling Roza Goldda kutamiz. Yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, matlub obunachilarga aytib qo'yishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, bizlarni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Roza Gold xodimlari o'z minnatdorchiligini bildiradi. Mana shuncha bizlarni qo'llab-quvvatlab, bizlarga ishonch bildirganlaringiz uchun barchangizga rahmat aytaman o'zimning nomimdan shaxsan. Yana bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Barchangizni magazinimizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar, eng zo'r, eng sifatli oltinlar faqat Roza Goldda. Shunday ekan, kelaveringlar. Obunachilar, video davomida chalg'igan yerlarimiz bo'lsa, azroq xatalik ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Mehr ila savdo qilamiz. Bemalol kelinglar. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. Keyingi video obzorda uchrashguncha omon bo'linglar. Aytganday, kommentariyani eng chiroylisini yozishni unutmang, like bosishdan unutmang, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Gül alacak, salça salacak, büyüm